Bugun jirafa apparatlari haqida professional usta akamizdan live hacklarni eshitamiz. Aka, o'zi bularni misol uchun ishlatayotgan paytda nimasiga qarab e'tibor berib olinadi apparatlar? Bu apparatlarni qulaylik taraflari yengilligi и changitmasligi uchun ko'proq yaxshi ko'rib olishadi. Lekin pilisos ulamasa baribir bo'yi changiydi. Bu e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bunga faqat pilisos ulanadi. Bularni o'zi stroyni qopi bo'lmaydi. Bu budjetniy variant bo'lgani uchun bularga qop bilan chiqarilgan. Shlankasi qopi bor. Shlanka qopi bo'ladi. Endi ishlash jarayonida bu arzon bo'lgani bilan buni ham o'zgarishi qulayliklari juda ko'p. Osveshenasi o'zida, pilisosi o'zida, qopi o'zida. Bu ko'p narsani yengillab beradi. Bu endi premium bilasiz o'zingiz. Hamma yaxshi ko'rib ishlatadi. O'lchaveramiz ham buni. Xo'p. Og'irligi deganingizga og'irligi. Yengillamagan edi. Bu hozir qarang, 4.15 endi anaqa qo'yilmaganda, shlang bilan pilisos qo'yilmaganda. 4 kilo deylik. Bunda 4.90 chiqyapti. 4.85, 4.90 da. Xo'p. Endi ishlash jarayoniga keladigan bo'lsak, mana qarab turing. Men sizga bitta narsani tushuntirib beraman. Misol uchun patologda ishlayapsiz. Mana Bosch brendini oladigan bo'lsak, bu har qayerga buralishlikda bir-biriga mishat qilmaydi. Bu xohlagan tarafingizga buraladi. И bezatkasi. Bunda ozgina tep qolar ekanda. Patologda ishlayotgan paytda mana qaranglar, sal bir-biriga mishat qiladi. Lekin mana bunday bo'lgan patologda qiynalar ekan, atak lekin devorga juda zo'r bo'ladi. Tushunarli. Mana buni ham olib, mana joyiga tiqib qo'yamiz. Prujinasi bor, joyiga urib qo'yilsa. Unda yo'q ekan lekin prujina, ko'rdim. Bunda porshilli. Mana e'tibor bersangiz. Voy. Mana joyda porshin bo'ladi. Bir-biriga mishat qilmaydi. Bu kirdi chiqdilarga bemalol ishlaydi. O'sha hisobiga bunga prujina shart emas. Bu pilisos, lossepsiz buni olib bo'lmaydi. Bu obyektivga borganda qo'ygan lossepsiz o'shanda, to'g'rimi? Shunaqa. Tushunarli. Xo'p, endi qulayliklari keladigan bo'lsak, mana buni bo'yini ko'rishimiz mumkin. Bir xil manimcha. Оборот regulirovkalari ham cho'tkimi deyman. Voy, cho'tki ekan. Bunda qani оборот regulirovkasi? Buni bu yoq tarafdami deyman-da. Topolmayman, оборот regulirovkasi qayerda ekan? Mana bunda ekan, mana. Buni o'zida ekan. Mana bu kabelning o'zida ekan. Agar nobodo kabel ketadigan bo'lsa, qiyin ekan. Atak bu yerda kabelni o'zini alishtirib olsangiz bo'ladi-da, mana qarang. Buni o'zida ekan hamma knopkalari. Bu endi bu minusi deb aytolmaymiz, hammaga har xil yoqadi. Keyin men ma'nosiga e'tibor berdim. 900 watt ekan, menimcha mana bu воздуходовкасы, ya'ni chang tortadigan pilisos bo'lganligi uchun ozgina bunda watt ko'proq, bunda bo'lmaganligi uchun watt kamroq. 550 watt bo'lsa ham buni ishlatgan odam baribir bilsa kerak deb o'ylayman qanaqa apparatligini. Bo'yoqli ishligi bular ancha yaxshi. Ustalar hammasi shulkalashdan qo'rqadi, cho'chiydi. Ko'p vaqt ketadi. Bu hamma narsani yengillashtirib, ishni tezligini 70-80 darajaga ko'tarib beradi. Qo'lda endi sizga asosiy savolni beraman. Qo'lda qilingan shukurka bilan bunda qilingan shukurkani qanaqa farqi bor? Agar 1-2 marta ishlatgan bo'lsa, uni farqi bo'lmaydi. Agar umrida ishlatmagan odam bo'lsa, farqi bo'ladi. Misol uchun, apparatni yoqdingiz, ishlab turibdi apparat, devorga bosasiz, devorni o'yib qo'yadi. Birinchi martada birinchi yoqqanda o'sha devorga qo'yib, apparatni pastga qo'yib olib, keyin ishlashni boshlaysiz. Ishlagan paytingizda apparatni sizga pastlik qilyaptimi, yonidan sekin ko'taraverasiz. O'zingizni ishlash tezligingizga qarab turib, apparatni to'g'rilab olasiz. Bana apparatga qo'yib, tez ob'yomni urib tashlasangiz bo'ladi. Masalan, men o'zimda 5-6 xil apparat bor. Endi menga ham orzu to'g'risi. Bo'shim yo'q meni ham. 3-4 xonali kvartira bo'lsa, misol uchun, o'sha kvartirani devorlarini bir kunda o'ynab kulib bitirib tashlaymiz. Shukurka 3 xonali. Gap yo'q. Endi rushni qiladigan joylari ham bo'ladi. Endi asosiy joyini bu bajarib beradi. O'shani. Bunga baribir обязательно o'zini komplektidan shanaqa qop bilan shlang chiqqan bilan ham pilisos qo'yish kerak, to'g'rimi? Yo shart emasmi? Pilisos qo'ysangiz sizga удобный taraflari changishi kamayadi. 40%, 50% gacha pilisos mощностьga qarab 70-80% gacha ham changitmasligini olib beradi. Bu nimaga? Mana shu shukurkalayotgan paytda mana shu yig'iladigan changini pilisos o'ziga tortib oladi. Ichidan bu yoqqa o'tib, pilisos o'ziga yig'adi. O'shaning hisobiga bu yoqdan changi chiqmaydi. Endi shpaklovkaning vesi, devorda turgan shpaklovkaning vesi og'ir bo'lgan hisobiga shukurka qilgan paytda vesini hisobiga mana bundan tushadi o'zi. Pilisos qo'ysangiz shu narsani bartaraf qilib, hamma chang pilisosga ketadi. Baribir ham qisman bo'lsa ham tushadi, to'g'rimi? Shunaqa. 100% ola olmaydi pilisos ham. Pilisos qo'yganingizda 80% gacha kamayadi. Kamayadi changi. Rahmat. Pilisossiz ishlaganingizda endi ozgina changiydi baribir, iloji yo'q. Xullas shunaqa gaplar akalar. Video yoqqan bo'lsa like bosib, podpiskani bosib qo'yasiz. Oka bilan kollaboratsiya qilganmiz. Okani profiliga ham o'tib bemalol
cho'tki qiziq layf haklarni o'zligini kanalida ham ko'rishingiz mumkin. To'g'rimi aka? Qo'yib boryapsizmi? Qo'yamiz. Shunaqa. Sog' bo'linglar.